Yaqin orada umraga borishni reja qilayotgan bo'lsangiz, hozir boring, hoziroq. Buning uchun men sizga ikkita sabab aytib o'taman. Birinchisi bu narx masalasi. Hamma paketlarning narxi hozir arzon chiqyapti. Masalan, standart paketlar taxminan $900, Comfort, Lux yoki bo'lmasa VIP paketlar esa 1200-1250 dan taxminan boshlanadi. Ma'lumot uchun aytaman, qishda siz bu narxga standart paketda borib kelishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa to'g'ridan to'g'ri Madinaga reyslar, Madina bilan Makka o'rtasidagi masofani tez yurar poyezdda bosib o'tasiz va eng yaxshi mehmonxonalarga joylashishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi sabab bu Saudiyada ayni vaqtda odam juda ham kam va amallarni bajarishda, ibodatlarni bajarishda sizga ancha yengillik bo'ladi. Undan tashqari, agar siz bomdoddan keyin quyosh chiqishini kutib haramda qoladigan bo'lsangiz, Makkada odam shu darajada kamayib ketadiki, Ka'bani atrofida, Ka'bani oldiga borishda sizda hech qanday mashaqqat bo'lmaydi. Men ayni vaqtda sizga borishni tavsiya qilgan bo'lardim. Agar siz o'zingiz yoki yaqinlaringiz bilan birgalikda borishni reja qilayotgan bo'lsangiz, umraga hoziroq ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasam ro'yxatdan o'ting. Biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.